Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun Tron King saytidan ro'yxatdan o'tishni bilmayapti ekan ko'pchilik. Xo'p, Telegramga kiramiz va mana shu gruppaga kirasiz. GeoCrypto 123 o'sha havola orqali kirasiz va mani Telegram guruhimga qo'shilasiz. Mana 107 ta obunachisi bor va bunda mana Tron King degan mana silkani nusxalab olasiz. Mana referalim bo'lishingiz shartda. Hozir buni qadab qo'yaman tepaga. Mana qadaldi. O'shani nusxalab olasizda va chiqib ketasiz va Google ga kirasiz. Google dan joylashni bosib va puskni bosasiz. Saytga avtomatik olib o'tadi Google orqali va bunda mana shunga bosasiz siz. Mana shu sign up deganga bosib ro'yxatdan o'tib olasiz. Xo'p, bu yerga boshida men hozir masalan Urozboy yo'q. Urozboy nima deb qo'ysam ekan? Nomimni. Xo'p, mayli keling. Infinity just deb qo'yaman buni va Gmailga o'zingiz bir nimani o'zingizni Gmailingizni qo'yasiz. Xullas Gmailni kiritib mana gmail.com. Xo'p, bu yerga parol qo'yasiz. Men o'zim bitta parol qo'yaman va ketida bitta ikkita son bo'lishi kerak. Xo'p, o'shandan keyin mana shu kapchadan o'tib olasiz. Mana yaxshilab ko'rib olinglar. Gmail oldin Tron Kingda ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, demak bu ochilmaydi. Agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, username ya'ni o'zingizning taxallusingiz oldin o'shanaqa taxallus bor bo'lsa, Tron Kingda o'sha payt ham anaqa ochilmaydi-da, ro'yxatdan o'tmaydi xullas. Hozir aloqa yaxshi emas. Xo'p, bu yerga joylaymiz buni. Voy. Video sal cho'zilishi mumkin. Diqqat bilan o'tkazmasdan ko'rasiz. Hozir Xudo xohlasa bu akkauntni ochamiz. Xo'p, o'qishga papkaga yaqin olmaman. Nima yaqin? Tekshirishni bosamiz. Yana bitta kapcha so'rayapti, yana bitta 3 ta olmani tekshirish. Menda Wi-Fi juda sekin ishlayapti. Odamni charchatib yubordi. Xullas, kapchadan o'tib olib, mana shu ko'k nuqtani bosasiz. Bola qo'ygin tezroq. Tekshirish. Mana shu ko'k nuqtani bosasiz. Mana registratsiya bo'ldi. Ya'ni bu akkaunt tayyor degani. Keyin mana shu joyda qo'ng'iroqcha turibdi. Mana shu qo'ng'iroqcha chizib ko'rsatdim. O'shani bosasiz va verifik degan joyi bor.
mana shu yerda. Mana shuni verifik qilasiz. Bo'lmasa pul yechilmaydi. O'sha pul yechish uchun mana shu verifik emailga bosib ustiga va sizni email pochtangizga xat boradi, ya'ni Tronking saytidan xat boradi. O'shanga xullas Tronking saytiga xat mana kelgan. Mana shu Tronking Conform deganni bosib Go'ni bosasiz va sizga 10 ta anaqa beradi. Aylantirish. Xo'p, tushunarli. Faucetga bosib 10 tasini olib olamiz hozir. Mana shunday ro'yxatdan o'tiladi. Men nimaga Tronkingda ishlang deyapman? Chunki Tronkingda ajoyib funksiyalari bor, lekin anaqa Dice'da strategiya ishlay olmaysiz bunda. Xo'p, mayli, u Dice bizga shart emas, sababi biz levelga ishlaymiz va bizda ko'pi levelda ishlab va captcha oladi. Hamma shunday qiladi. Shunday ro'yxatdan o'tib, shunday qilib borasiz. Juda oson. Bunda masalan qarangda. Xullas shunday bo'ladi, akalar, opalar. Mana shunday qilib tikasiz. Masalan, avtoga bossangiz, bu yoqda eng pastida los bor. Ya'ni losda 300 ta yutqazsam avtomatik to'xtasin deysiz. Bunda o'zi 300 tagacha yutqazmaguncha aylanaveradi. 300 ta yutgan payti avtomatik to'xtaydi-da bu sayt. O'shanisi zo'r buni. Bu zo'r deyapman, mana hozir 300 ta bo'ldi. Bu sayt nima qildi? Xo'p. Gamesga kiramiz. Hozir 300 tani yutishimiz kerak. Mana